Hozir men turbo drabelkalarning katta zavodiga keldim. Akam aytdilar-ki, ustaga sizni obunachilaringiz 750 ming so'mga mana shunday universal drabelkani beraman dedilar. Qanaqa qilib berasiz? Aka ayting desam, aka videoni o'tkazmasdan oxirigacha ko'rib turibsiz. Bu to'g'risida to'liq ma'lumot berib o'taman. Akalar sizlardan iltimos, videoni o'tkazmasdan oxirigacha ko'rib turing. Meni obunachilarim shunaqa 750 ming so'mga drabelka olishini men ham xohlayman, siz ham xohlaysiz. Bu drabelkaning motoriga 2 oy garantiya, o'ziga esa 6 oy servis garantiyasi bor ekan. Bizning manzilimiz Farg'ona viloyati Yo'zyovon tumani Qorsoqol qishlog'iga MFA kelganmiz. Bu drabelkamizda qanaqa pichoq ishlatiladi, setkalari, materiallar to'g'risida to'liq ma'lumot berib o'taman. Akalar videoni 1 minutdan o'tkazib olsizlar, lekin o'sha 750 ming so'm olish to'g'risida ma'lumot o'tkazib bergan bo'lasizlar. Ustakamiz mehnatini qadrlab bitta like bosib qo'ying. 750 ming so'mda qayda bor ekan drabelka? Akalar, bu bo'lib to'lashga emas yoki ishonch magazinlardan emas, naq 750 ming to'laysiz. Bitta drabelkani olib ketishingiz mumkin bo'ladi. Bo'lmasa biz videolarimizni boshlaylik. Assalomu alaykum Ulug'bek aka. Semiz aka, mana akamiz Ulug'bek aka turbo drabelkani chiqaruvchi inson. Shu akamiz aytayaptiki 750 ming so'mga obunachilarga drabelka beraman deyaptilar aka. Qanaqa qilib beramiz drabelkani aka? Ayting endi. 750 ming so'mga drabelkamizdan beramiz. Videomizni oxirigacha ko'rib, tushunib tursa, beramiz xudo xolasa. Haqiqat. Haqiqat aka, yolg'on emas aka, 750 mingga beramiz. Qator drabelkalar tushuntirib beramiz. Videolarimizni o'tkazmasdan ko'rib, like bosib, kommentariyalar yozib tursa bo'ldi aka. 750 mingga. Bu bo'lib to'lashga nasiya savdo emas, naq 750 ming to'lashadi, olishadi. Yo, olishadi aka drabelka. Gap yo'q. Bo'lmasa aka, bu drabelkamizni setkasidan tanishtiraylik. Aka 4 xil setkasi bor aka. Hop, bu qo'yga. Qo'yga aka. Molga. Hop. Mayin holatda aka, yorba holatda aka. Pichog'ini. Pichoqlari aka kalyonli aka, ichlari mahayli aka, quyma zavodskiy, qalin malatko'ylari bor aka. Malatko'y ham qalin ekan-a? Qalin malatko'ylari bor aka, pichoqlar. Pichoqlar kalyonning 24 ta pichog'i bor aka. 24 ta pichoq. Taylari ham 2 qatordan. 2 qatordan bo'ladi. Gap yo'q. Xo'p aka, bu drabelkamizni buni qozon qismiga qanaqa material ishlatiladi? Nechilik? Bunga 1,5lik qalin listdan ishlatiladi aka, yangi listdan ishlatiladi. Bu qismiga aka qalin tay qismiga qalin turbadan aka. Turba ishlatiladimi? Turba ishlatiladi. Qalin turba. Yo'q, list emas, turba ishlatiladi aka. Yaxshi. O motorlari aka 6,5 kilovatli misli alyuminli aka bizda. Faqat 6,5 kilovat. Faqat 6,5 qo'yasiz. Faqat 6,5 qo'yiladi aka. Gap yo'q. Baquvvatidan qo'yiladi aka. 3 kilovatga qo'yilmaydi. Yo'q aka, bizda faqat 6,5 qo'yiladi. Samazashda ham yo'llari bor aka. Bor-a? Bu og'zi ham necha mana bitta ko'rsatingda, bu yerda katta ekan sizniki og'zi. Og'zlari katta aka. 47 og'zi aka. 47 og'zi. 47 og'zi aka. Mana bitta ko'rsatingda. Hech chan chiqarmaydigan sistem bor ekanda? Ha, chan chiqarmaydigan vakuumlari bor aka. Keyin yon boshlaydi aka bu. Yon boshlab arava ham bo'laveradi. Arava ham bo'laveradi, yon boshlatib ishlatsa ham bo'laveradi aka. Mana yon boshlatadigan holatini bitta ko'rsatingda. Bu silyos chiqargani zo'rda. Ha, silyos chiqargani o't holatlariga yon boshlatib chiqarsa bemalol bo'laveradi. Yaxshi. Xo'p aka, necha xil drabelka bor o'zbekda? Batta aka 3 xil drabelka bor aka. 3 xil drabelka bor. Motori bir xil, korpusi boshqa. Ha, korpusi boshqa, motorlari ham 2 xil bo'lib qoladi aka. Alyumin va mis holatda bo'lib qoladi aka. Aha, korpusi 2 xil. Aka, menga bunaqa yumalog'idan yoki bunaqa turbichadan olaman desa, narxi o'zgarmaydi? Yo'q, narxi o'zgaradi. Turbichalarda undan ham ortiqroq qilib beramiz aka. Degani moninga turbicha qo'yib bering desa. Ha, o'zgarmaydi aka, unga turbicha o'zgarmaydi. Mas yon boshladigan holatga menga turbichani qo'yib bering desa o'zgarmaydi. O'zgarmaydi aka. Yaxshi, zo'r. Aka, bunga garantiyalar qanaqa bo'ladi? Motoriga, o'ziga? O motorlarga 2 oyga, o'ziga 6 oyga garantiyasi bor aka. Motoriga 2 oy garantiya ekan, o'ziga 6 oy servis garantiyasi bor. Servis garantiyasi bor aka. Aka, shuncha ishlab chiqaryapsiz, bir atkaz qilgan joyda bo'ldimi motorni? Yo'q aka. Yo'q, atkaz qilgan joy bo'lmadi aka. Xudo xolasa motorlar zavodskiy motor aka. Yangi motor qo'yiladi. Yangi motor qo'yiladi, samazashtalarigacha bor, zavod qo'ygan samazashtasigacha. Hamsi buni kulchatri ham tashlaydi. Kulchatri ham tashlaydi, motorni o'zi ham tashlaydi aka. Motorni o'zi ham tashlaydi. Ikki tomonlama zashta qilingan ekan. 2 tomonlama zashtasi bor aka. Eng qizig'i mana bu qopilikchilar ham qo'yilgan. Akalar ozgina bo'lsa ham chorvadorlarga bir qulaylik yaratadi aka. Aha, qulaylik. Qopini tiqib olishadi. Xo'p aka, buni bitta ochib yopishini ko'rsatib bering bizga. Buni ochib yopilishi aka. Bitta kurchoy bilan ochib yopiladi. Bitta ochib ko'raylikchi, olingchi. Bitta kurchoyini olinar ekan, mana qalinligini bitta ko'rsatib qo'yaylik endi. Qalindan qo'yilar ekanda. Ha, qalin turbadan qo'yiladi. Narsalar olingan aka. Ha, balans robkalari olingan. Olingan, xudo xolasa. Setkani almashtirish ham oson ekanda. Oson aka. Gap zo'r. Yana qaytarib qo'yib beraveradi o'shanda. Aha.
Bu narsa ham akalar arzimagan narsa-ku, lekin qalindan qo'yagansizda. Ko'pchilik boshqa nafsidan qo'yib qo'yapti-da. Endi bu ham baribir ichga sifat kirgizadi-da aka. Sifat kirgizadi, chang chiqarmaydi. Chang chiqarmaydi, qalinroq shu edi. Qalin shu edi. Zo'r. Materiallari yangi materialdan ishlatiladi aka. Yangi materialdan ishlatiladi. Zo'r. Xo'p, narxi qancha chiqadi aka bularni? Bularning narxi aka misligi 2 million 500 ming so'm chiqadi aka. Misalimini 2 million 300 ming so'm 300 chiqadi. ming so'm. Bu yumaloq varianti. Jumaloq variant. To'rt burchagichi? To'rt burchagi 1 million 800 ming so'm aka. 1 million 800 ming so'm. Mashetdan aka. Mashetdan. Buni motori qanaqa bo'ladi? 6,5 qo'yib beramiz aka. 6,5 mi? Bunga ham 6,5 qo'yib Agar beramiz. 6,5 kilovatlik drabelga 1 million 800 ming so'm. Ha? Shunaqami? Shunaqa aka. Gap yo'q. Buni ham bitta ko'rsataylikchi. Bu setkasi yonda almashadimi aka? Buni setkasi yonboshda almashadi aka. To'rt xil setkasi bor aka buni ham. Aha. Bu ham tish qanaqa bo'ladi buni? Buni tishlari mahalliydan bo'ladi aka. Xulasa mahalliyli ham qo'yib berilaveradi aka buni. Lekin gapi 1 million 800 ming so'mga hozir 6,5 kilovat degani bu alyuminiy zo'ri degani-da. Alyuminiyni zo'ri. Mis bo'lib qolsa-chi mana shu? Mis bo'lib qolsa 300 ming so'm qo'shiladi aka. 2 million 100 ming. 2 million 100 Bunda ham ming. arzon-da mis bo'lib qolsa. Hozir misliki 6,5 kilovatlik aka 4 kilovat chiqaradi. 2 million 700 ming sotilyapti-da. 2,5 million sotilyapti. Yaxshi, zo'r. Nimaga arzonroq? Sal materialini sirog'mi? Yo'q. Endi sizni obunachilaringizga aka yo'lida qilib. Yo'lda qilib beryapsiz-da. Hayit munosabati bilan yo'lida qilib beramiz. Gap yo'q, zo'r. Xo'p, aka bu ho'l, quruq hamma narsa chiqaraveradi. Hamma o'z chiqaraveradi aka. Farqi yo'q-a? Bunaqa buni mana qamishlarni ham olib kelib qo'yishibdi, xudo xolisa. Ho'l sezon ham boshlandi-da aka endi. Ho'l sezon. Xudo xolisa buni ham chiqarib ko'rsatib beramiz-da. Hammasini chiqarib ko'rsatamiz. Paya deysizmi, somon deysizmi, hamma yo'g'i chiqarib, xudo xolisa to'liq. Mana shu listni ishlatdimi aka buni, yangi list? Mana shu yangi listlarda orqasida, bitta kuzatib ham yangi list ishlatilar ekan. Endi ko'pchilik shubha bilan qaraydi, kraskani orqasidagi narsani ko'rmaydi. Yangi list ishlatishar ekan. Aka bu o'zingiz ishlab chiqarasiz? Buni o'zimiz ishlab chiqaramiz. Sotib oladigan narsa emas bu, sotib olib terimli chiqaradigan narsa. Yo'q, o'zimiz ishlab chiqaramiz. Dastlabkasi nima bo'ladi aka? Dastlabkasi kelishilgan holatda O'zbekiston bo'ylab yetkazib beriladi aka. Vodiyga necha pul qo'shilib turadi vohaga? Shuni aytib keting. Hop, vohaga 200 ming so'm qo'shilib qoladi aka, vodiyga 100 ming so'm. 100 ming so'm vodiy. Gap yo'q. Masalan, Namanganga bo'ladigan bo'lsa, men Namangandanman. Masalan, menga hozir bir kishi drabelka olib keting desa, 100 mingga olib ketganini o'ylanaman-da. 100 mingga vodiyga bo'lsa, yaxshi, zo'r akalar. Bo'lmasa endi uni ayting aka, meni kuzatuvchilarim kutyapti. 750 ming so'mga qanday drabelka olsa bo'ladi? 750 ming so'mga aka, obunachilaringizga birinchi telefon qilgan odamga mana shu ko'k drabelkamizni qilib beramiz aka. Birinchi telefon qilgan odamga birinchi telefon qilgan odamga beramiz aka. 750 ming so'm mashdan. Agar aytdim, videoni o'tkazmasdan ko'rib turinglar. Agar shuni o'tkazmasdan shu joyda o'tib ketib qolsa, bilmay qolasizlar-da. Mana shu drabelkamizda 1 million 800 ming so'm drabelkani. Qancha to'lov 1 million 50 mingga? 1 million. 1 million 50 ming o'tib berishar ekan, 750 ming to'lov qilsa bo'ldi ekan. Ha? O'shani mana shu drabelkani o'zingiz kelib olib ketasiz yo dastlabkasi bo'lsa vodiyga 100 ming aqabaqa, vohaga bo'lsa o'shunaqa holatda bu imkoniyatni qo'ldan boy bermayman. Sizlar uchun qayerga borsam ham bir qulaylik yaratishga harakat qilaman. Akamiz lekin fikrni o'zlari taklif berdilar. Xo'p, bo'lmasa aka, bularda hozir makka, bug'doy, somonlari, hamma narsani chiqarib, yana o'sha siz yutib olmoqchisiz, olmoqchi bo'lgan drabelkani ham chiqarib ko'rsatib beramiz. Hozir buni chiqaramiz aka. Bunda chiqaramiz. O'tan chiqaramiz, makka hamma yo'q chiqaramiz. Hamma yo'q chiqarib ko'rsatib beramiz. Endi 750 ming so'm bo'pti, 100 ming qo'shilib bo'lsa, boring 1 millionga olsa ham yomon emas. Yashtirib ekan. 1 million uyingizga yetib, vohaga yetib bordi 1 millionga. To'g'rimi? Yetib boradi. Vohaga 1 millionga mashdirablarga sizga yetib borsa, do'ppini osmonga otiladi. Bo'lmasa boshlayveramiz aka. Bo'lmasa akalar, biz hozir nima chiqaramiz Ulug'bek aka? Hop, ho'l o't chiqaramiz aka. Aha. Ho'l o't, poya, o'zapaya ham chiqaramiz. O'zapaya ham chiqaramiz aka, somon chiqarib beramiz. Bo'lmasa aka, hammasini bitta chiqaraylik a. Aha. Keyin bitta ko'ramiz. Bo'ldi, bosavering.
O'ta ham dahshat. Aka tagini bitta ko'rsatib bering, servis qilib yuborganini. Birinchi chiqardik, yomon chiqarib qo'ydimi? Aka, mana qara. Mana qara. Mol setkasida, Mol bob setkasida aka. mol bob setkasida. Boshini ham qilib yubordi aka mana. O'zapayalar. O'zapani ham qilib yubordi. Somon ham aka, hammasi. Gap yo'q. Bu mislida Bu misli aka 6,5 kilovatli. 6,5 kilo. Gap yo'q. Zo'r chiqardi. Mana mol bobida endi qo'y bobida bundan ham qilib yuboradi. Qo'y bobida bundan ham qilib yuboradi aka. Gap yo'q. Ovozini ko'dlaring, chiqarishini ko'dlaring. Zo'r. Xo'p, endi nima chiqaramiz aka? Bitta bunisi donani ko'rsatib beraylik aka, donni. Bo'ldi. Mashinadami? Aha, yorma holat. Mardaliga? Mardali aka. Mardali deydi, so'tali deydi. Bo'ldi, bitta so'raylikchi. Chiqaravering. Gap yo'q. Qolmadimi aka? Yo'q aka, ikkita qoldi. Ikkita qoldi. Vaqt kesdi aka? Ha, vaqtida. Soatiga qancha aka? Soatiga aka 200 kilo chiqaraveradi aka. 200 kilo. 200 kilo, 300 Aka kilo bu chiqaradi. turmush 300 kilo ham chiqarasiz, kamaytyapsiz-da. Ha? 3 kilo ham chiqaradi aka. Bu yorma shaklda 300 kilo ham chiqaradi. Chunki ham. onu qaranglar mana. Suv potasi bilan maydalab tashadi. Yabi. 200 kilo to'rt qopni uraylik. To'rt qop bemalol chiqaraveradi. Bemalol chiqaraveradi. Akamizcha kamtarroq. Yap yo'q, zo'r. Hop, endi o'z bu bittasi 2 million 300 ming bunisi. Bunisi 2 million 300 ming so'm, alyuminiy aka. Bu 2,5 million so'm mis aka. Misliga chiqardik-a. Chiqarishga baho berdilar-a? Chiqarishga baho. Endi aka 1 million 800 ming so'mlik drabilkalarni chiqarib ko'rsatib beramiz aka. Ular 750 ming so'm oladigan akalarimiz drabilkasi mana shu. Aha, bulardan. Bo'ldi. Birinchi o'rindagi nima chiqaramiz bundan? Bitta don chiqaramiz, bitta o't bor. Donni bitta ko'raylikchi. Bo'ldi. Biroz donni chiqarib beraman. 1 million 800 ming so'm. Yutib olish imkoniyati bor akalarimiz uchun. Ya setkalar yonboshda almashadi. Ha, setkasi yonboshda almashadi mana. Mana setkasida. Aha, mana setkasi. Tepa shaklni chiqarib beramiz akalar. Bu soatiga qancha aka? Soatiga bayin setkasida 150 kilo chiqaraveradi. 150 kilo. Tepa holatda aka. Yabi, tepa holatda qilib berdi. 150 kilo chiqaraveradi. Bemalol chiqaraveradi. Yapi, zo'r chiqardi. Bu ham 6,5 kilovat motori. Bu ham 6,5 kilovat aka. Alyuminiy motkali aka. Zo'r. Hop, aka endi somon chiqaramiz. Nima qo'y bobida chiqaramizmi? qo'y bobida chiqaramiz aka. Qo'y bob qolib somonni chiqaramiz. O gap. Bitta bosinchi aka. 750 ming so'mlik drabilkasi olmoqchi bo'ldim. Yuklanmoqchi bo'ldim. O'tamayan qivordi aka. Mana qara. Bitta kuzat endi. Mana qara. Bay. Mana un qivordi-yu. Afrika qivordi aka.
Yapıyor motorlari ishlashlari zo'r mana tiqilinib ketgani yo'q, mana videoni uzganimiz yo'q, chiqarishlari zo'r. Changib ketdi xolos. Xudo xolisa drabelka yaxshi aka, tavsiya qilasiz. Xudo xohlasa tavsiya qilamiz. Zo'r-a? Behijolat olib ishlatib baraka topishaveradi aka. Gap akamiz o'zimizni shu dehqon Jaydaricha aka mana bu yerda chiqarishadi o'zlari mana. Qo'l bo'lacha qilib chiqarishadi. Ko'rsatib ko'ray. Ha. Mana svarka qilinmagan holatlari qo'l bo'lacha akam o'zlarining qo'llaridan chiqadi bu narsa. To'g'rimi aka? O'zimizni qo'ldan chiqadi aka. Haligi o'zlari ishlaydilar, baquvvat qilib, sinchiklab, hali bir kunda 10 ta chiqarmaylarki, 2 ta 3 ta chiqarib, baquvvat qilib chiqaradilar. G'ildiralariga ham bitta e'tibor qo'yinglar. Haligi shipalari g'ildirlardan qo'yilmaganda, katta g'ildirlardan qo'yilgan. Katta g'ildirlardan qo'yilgan. Unda xolisa. Xo'p, bu yerda mana hamma narsani chiqardik mana akalar. G'o'zapay deysizmi, somon deysizmi, pohol deysizmi, hamma yo'g'i chiqarib, eng yoqqani menga mana. Eng ozon drabelka 10 quvardi ham qarang. Kab yo'q. Uncha drabelka to'g'risi hali arzon drabelkalar chiqyapti-ku, 1,5 million so'm. Drabelka bunaqa chiqara olmaydi-da. Qiynaladi, kuchi ham past bo'ladi. Eng qizig'i motori 6,5 kilovat, 4 kilovat chiqaradi. Yap yo'q, xudo xolisa. Bo'lmasa aka o'sha birinchi telefon qilgan akamizga Xudo xolasa qilaveramiz. olgan aka men birinchi telefon qilibman. O'sha drabelkani oldim, kommentariy yozib qo'yinglar. Bo'lmasa aka sizga ham kattakon rahmat, xudo xolisa. Kuzatuvchilarimiz telefon qilsa, lakasi tashlab beraverasiz. Bemalol aka tashlab beraveramiz. Dastlabki masalan vodiydan olisini necha kunda yetib boradi aka? Vodiydan olsa 2 kunda aka. Uzoq kelsa 2 kunda, bo'lmasa 1 kunda yetkazib olib beramiz. Voha tomonlar 3-4 kun ketadi. Voha taraflarga 3-4 kunga ketadi. 3-4 kunda ketadi, xudo xolisa. Yaxshi, drabelka aka tavsiya qilaman. Ilgari ham chiqarganman. Oldi qochdi gap yo'q, akamiz to'g'ri gapirib, brenddan turbo mana. Ilgari ham turbo bo'lar-a? Ha. Turbo drabelkalari, xudo xolisa. Zo'r. Xo'p, bo'lmasa aka, hammamizni Alloh baraka bersin. Pastdan nomerga aloqaga chiqib, shu drabelkadan olishni tavsiya qilib qolaman. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog' bo'linglar. Keyingi videolardan bir xudo xolisa yangiliklar qilamiz aka. Sog' bo'ling.